Xalqimiz orasida tatar bor joyda xatar bor degan ibora bor. Lekin ko'pchilik buni o'ta salbiy ma'noda ishlatadi. Lekin aslida unday emas. Keling tushuntirib berishga harakat qilamiz. 18-17-asrlarda Rossiya imperiyasi o'z xalqining savodxonligini tekshirib ko'radi. Shunda o'sha xalq, o'sha davlatning ichida eng savodxon xalq bu tatarlar bo'lib chiqadi. Ular o'z ona tilidan tashqari turk tili, rus tili, hatto arab tilini ham bilar edi. Hatto o'zbek jadidlarining otasi bo'lgan Ismoil G'asprali ham Qrim tatarlaridan kelgan. 1883-yilda bizda bilasizlar Tarjimon gazetasiga asos solib, shundan boshlangan. Bizda o'sha jadidlarimiz bo'lgan Mahmud Xo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Muravvar qori Abdurashidxonov ham o'sha Qrim tatarlaridan ilhomlangan. O'zi bu yerda tatar bor joyda xatar bor deganda ularni ayyor, ya'ni aqlli ma'noda ishlatgan bu ruslar. Lekin keyinchalik bizga u boshqacha ko'rinishda talqin qilib, hozirgi